Bugun bir faizli xonadonimizga tashrif buyurganmiz. Zara Story asoschisi bilan bugun qilib bergan ishlarni bitta-bitta tushuntirib beramiz. Nima ishlar qilib berdik bugun? Bugun mana shu xonadonimizda uголокlarga chig'ol tikib berdik. Uголок chig'ol tikib berdik. Adashmasam mana shu xontaxtaga ham dasturxon tikib berdik, Klyonkasi ham o'zingizdan chiqqan. Ha, hammasi. Bu dizaynni xonadon egalari tanlashdimi, o'zingiz taklif berdingizmi? Birgalikda uylarini dizayniga moslab qilganmiz. Qilib berdik. Yana bitta savolim bor. Bu chig'olimiz yuvib qayta ishlatsa bo'ladimi, yo'qmi? Bo'ladi, bemalol yuvib, yana kir mashinaga yuvib ishlatib ko'p marta foydalansa bo'ladi. Demak, dog' tegib qolsa, birdan yuvib foydalansa bo'ladi. Uzog'i shu 4 yil, 5 yil bemalol ishlatsa. Xizmat qilib beradi 4 yil, 5 yil yashaydi. Yana nima qilib berdik? Dasturxonlik qilib berdikmi? Dasturxonlik qilib berdik. Kim divan uголок tiktirsa, mana shu dasturxonni tekinga tikib beramiz. Demak, kim uголокka chig'ol tiktirgan bo'lsa, bonusga stol uchun maxsus klyonka va dasturxonlik. Ish puli tekin bo'ladi, lekin xarajatlarni o'zlari qilish. Tushunadi. O'rtoqlar, shunday ekan sizga ham agar shunaqangi xizmatga kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda raqamlar qoldiramiz. Mana shu raqamlarga bemalol aloqaga chiqsanglar, Zaif opamni o'zlari chiroyli qilib tikib beradilar va albatta o'ylaganida yanada fayz kiritadilar.